Вот здравствуйте. Да. Но мы же не работаем. Я же прямо сразу работаю, поэтому никого не вижу. Tarqatib chiqqan. Rahmat. Бирюлемская степь. А вот теперь оказывается. Вот сейчас я уже. Я никого не приносила, это студент. Ну, повесит. Она Bugun Aleksandr Vampirovning Farishta bilan 20 daqiqa bir aktli pyesasi asosida rejissyorlik ishini ko'rasizlar. Qatnashadilar rassom Anchugin Usmonov, ikkinchi drama kino. Talaba Lutfullayev, Farrosh Jumayeva, Xuaydo, ikkinchi drama kino. Hammasi. Skripkachi Bazirskiy, Ubaydullayev Muxbullo, 4-chi estrada rejissyorligi. Agronom Imomnazarov Elnur, 2-chi drama kino. Sevishganlar yigit Rasulov Akbar, 2-chi estrada aktyorligi. Qiz Norxo'jayeva Durdoniy, 2-chi estrada rejissyorligidan. Rejissyori Ahmedov Jahongir, 3-chi drama rejissyorligi ustalari. Rahbarimiz shular. Asar asosida so'avtori Jahongir Ahmedov. So'avtori. Ha, sen marhamat bemalol. Shu g'ijayingizni havo alohida chalsangiz bo'lmaydimi? Nega? Yurlarni supurayapman. Chang bo'ladi ustingiz.
Bormang bola. Assalomu alaykum. Vaalaykumsalom. Yaxshisan bolam? Rahmat bola. Senga qara bolam. Senga necha marta aytdim bu yerga mosor tashlama deb. Ah, To'g'ri marta bola. o'zing shu yerda o'tirib, rizq nasibangni terib olasan. Uyalmaysanmi shu yerda mosor qilishga? 5-marta qulog'ingga yaxshilab ilib ol bolam. Yana shu yerga mosor tashlasang, o'zingga supurtiraman a? Hop bola, hop. Endi bu yoqqa umuman muzor tashlamayman bola. Tashlama. Hop bola, endi bu yoqqa tashlayman. Qarasam, mo'yin qatori kampirni ustiga kulasan. Yo'q bola, hazil ayt. Tashlamagur. Bo'ldi bola, hop. Hazilingni bor, keyingiga qil. Hop bola, hop. Bo'ldi bola, hop. Hop. Nima? Meni jonim kuymerda. Tashlama endi. Hop. Qayerga mosor tashlama. Hop. Ha, bola. Yangi rasmlaring. O'zing chizdingmi bularni? Ha bola. Ha, yaxshi, yaxshi. Ay, qanday chiroyli. Abi cholni narxi tushib ketdi-ku. Bola? Endi bola. Birov olmagandan keyin nima qilaman? Ha. Qo'y, siqilma. Bir kun olib qoladi. Mayli. Men hali ancha joyda turishim. Mayli. Ha, bola. Bormasınlar. Ye. Ke, otur. Al. O'zing yaxshi yuribsanmi? Yaxshi. Uydagilar hammalari yaxshilarmi? Rahmat. O'xsharing qalay? O'xsharing yaxshimi? Yaxshi. Mayli pulimni topdingmi? Bugun qilib berasanmi? Bugun topolmadim-da. Nimaga topolmaysan? Ha? Topaman. Mana shu rasmlarni sotay, albatta beraman.
Mana chizganman. Biror kishi olib qolsa albatta beraman. Iltimos, biror hafta kutib tur, maylimi? Rasmlaringni sotasanmi? Sotolmaysanmi? Bu meni qiziqtirmaydi. Meni pulimni qilib ber. Xo'p, qilib beraman. Faqat biror hafta kutib tur. Rasmlarimni sota, iltimos. Shu sotaman, albatta beraman. Sotolmasang. Maya qara. Erkaksan? Ha? Erkak ishda lafzga narsa bo'ladi. 20 kundan beri har kun kelaman. Bir xil gap. Rasm sotsam beraman. O. Lafz bo'lish kerak, lafz. Erkaksan o'zi. Beraman shu pulingni. Qachon? Qisqasi, rasmlaringni sotasanmi? Yo, u bukimdan borib so'raysanmi? Hozirroq meni pulimni qilib ber. Tamom. Kim ham pul beradi hozir? Bilmadim. U bukimdan so'ra. Ha, yaxshi. Xola! O xolajon! Bu yoqqa keling, xola. Bir minutga keling, iltimos. Bola nima deysan? Keling, xola. Bu yoqqa keling-da. Xola, siz menga 20 ming so'm qarz berib olmaysizmi? Qancha? 20 ming. Ha, bolama. 20 ming pulim bo'lsa, men har kuni kelib shu yerlarni supuraverardim. O'zim 5 ming oylik uchun ishlayman. 20 ming pul qayda? Meni ham ikkita nevaram bor. Bolam, ularni boqishim kerak, kiydirishim kerak. O'zimda oyog'im ishlamaydi, yuragim kasal. Doktorga borsam qarolmang deydi. Hozir puling bo'ladi, ko'chada o'lib ketasan, bolam. To'g'ri, xola, to'g'ri. Pul qani deysan, mushtagina bo'lib 20 ming pul so'raydi. Men ketdim. Shundoq metdim. 20 ming pul. Deymi? Qani qandaylar? Shu xonada pul bor, o'ylaysanmi? Ha? Kimda bor bo'lmasa? Puli bor odamlardan so'ra. Odamlar? Ha? Ha, yaxshi. Aka, assalomu alaykum. 20 ming so'm qarz berib turasizmi? Ya, rahmat. Voy, assalomu alaykum. To'xtab tur. 20 ming so'm qarz berib turasizmi? Ya, rahmat, yashang. Opa, assalomu alaykum. 20 ming qarz berasizmi? Ya, bermaysiz, to'xtab tur. Voy, aka, assalomu alaykum. 20 ming qarz berib turing. Yo'qding, to'xtab tur. Mana hali opa. 20 ming berasizmi? 20 ming. O'kay bas. Militsiyada bunaqa hazillar yo'qmaydi. Kim pul beradi bo'lmasa? Salom. Menga aytingchi, siz pul so'radingizmi? Hozirgina baqirgansizmi? Ha? Men baqirdim. Nima edi? Agar sizga pul shunchalik zarur bo'lsa,
tushirishimni xohlamaysan mabodo? O'zimga. Nima uchun? Ya ustimizdan kulayotgani uchun. Bos, o'zingga bos. Menga qarang. Sizga o'zi nima kerak? Men sizlarga yordam bermoqchi edim, xolos. Ko'rinib turibdiki, hazillashibsizlar. Ha, mayli. To'xtanglar. O'zi nega kelgan? Aytyapman, men sizlarga yordam bermoqchiman. Sen bizga pul bermoqchimiding? Ha, pul bermoqchiman. Siz hazillashyapsizmi? Yo ustimizdan kulyapsizmi, ha? Bizga qaramish. Yo'q. Aksincha sizlar men ustimdan kulyapsizlar. Bizga hozir hazilning mavridi emas. Tushunmadim. O'zi sizlarga pul kerakmi, yo'qmi? Menimcha bu odam ustimizdan kulyapti. Yo'q, adashyapsiz. Menga qara. Bo'lmasa o'zingni jinnilarga solmasdan gapir. Nimaga kelding? Ey yigitlar, meni hayratga solyapsiz. Hatto xafa qilyapsizlar. Mana oling. Oling. Siz oling. Foydalaning. Chin ko'nglimdan, yuragimdan yordam qilyapman. Axir kezi kelganda sizlar ham menga yordam berasizlar. Bizga bandalarga qiyin bo'ladi. Bir-birimizni boshimizga og'ir musibat tushganda yordam bermasak, qachon yordam beramiz? Boshqa iloji yo'q, oling. Ha, yaxshi. Demak, qo'rqyapsiz. Mana benim manzilim. Qachon to'qsalaring qaytarib berasizlar? Qaytarib bermasangiz ham mayli. Yaxshi qoling. Xayr. Qancha ekan? 100 ming. 100 ming? 100 ming? Menga qara. Bu menga yoqmayapti. Bu yerda nimadir bor-ov. Nimadir bor. O'zim shuni his qilyapman, bizga kelib birov uğragandek. Va? Menga qara. Bu odamni qayerdadir ko'rgandayman. Sen ko'rmaganmisan? To'xtachi.
chelak yo'q, ketdi chelak. Qayga qaraganda miya ayni qotida bo'ladi. Olib ketdingiz chelagingizni. Olib ketdim. Ha. Menga qarang xola. Menga qarang. Mana siz aqlli ayolsiz, ha? Ha? Men aqlli ayolman. Mana faraz qilaylik. Faraz qilaylik. Sizni qo'lingizga umuman bir begona inson kelsa-da, umuman bir begona tanimaysiz. Qo'lingizga 100 ming pul tutqazib, ma ishlatayver desa. Shunaqasi ham bo'ladimi, ha? Pulim yo'q, bermayman dedim-ku. Ha? 100 ming deb odamni Yur, yur. 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 Men ana pulingni olib ket. Olib ket. Kel, sanaqa boyvachchani olaymi? Pulingizni ol. Axir bu pullarni men sizlarga berdim. Bu odobdan emas-ku. Keyin bu pullar sizlarga kerak. Nega endi Menga qarang. Ma'qul o'g'ishdimi? Yoki shunday oz muddatgan, ha? qayerdan pul olishgan? Ha. Haligi uydan, uydan. Uydan. Ha. Bir haftaga. Ha. Lekin buni nima aloqasi bor? Tentaklik. Bir hafta, yana bir o'zini. Haqiqiy jinnilik. Qanday tushuntirsam ekan? Tushunmayapsizlar. Qisqasi, menda pul bor. Pul bor. Bu pullar menga kerak emas. Balki ular seniki emasdir. Ha? Bo'lmasa kimniki? Balki ular qanaqidir. Ha? Sizlar tushunmayapsizlar. Chin qalbimdan yordam bermoqchiman. Beg'araz. Nega? Ochig'ini. Magazindanmi? Tushunmadim. Ularni qayerdan o'rgansan? Magazindan, ha? Qanaqa magazin? Unda kimsiz? Qayerda ishlaysiz? Menmi? Agronomman. Agronom? Agronom. Demak, yig'im terim ishlar. Ha, yig'im-terim. Albatta ishchi kuchi ham yetishmasa kerak, ha? Ishchi kuchi yetishmaydi vaqtda. Shunday demaysanmi? Mardikor qilib borish ketmoqchi. Yo'q, tushunmayapsizlar. Shunday yordam qilyapman, beg'araz, nega tushunmaysizlar? Menga aytingchi. Ota-onangiz hayotda? Nimaga? Nega so'rayapsiz? O'zim shunday. Bilsadamisiz deyman. Mana hujjatlarimiz, ko'ring. Mana oling. Hammasi joyida. Balki organdandirsiz. Bizlar kichkina odamlarmiz. Mas'ul aytma. U rassom. Rassomlarmi? Bizlar kichkina odamlarmiz. Yana qaytaraman. Shunday beryapman, beg'araz. Olmaymiz. Ha. Sezyapman. Men bu pullarni olsam, tamom. Boshim balodan chiqmay qoladi. Ol pullaringni. Ol deyapman. Menga qara. Ana bor.
Oddiy insoniylikni tushunmadingiz, ha? Xayr. Ey, to'xta! Ha, menga qara. Bu yoqqa o'tir. O'tir. Bir gap, o'tirgin-da. Mana sen bizga 100 ming so'm barqon olib kel. Ana olib Qo'lan qondoq. Hozir sen bizga hammasini aytib berasan. Qo'yib, yaxshilab ol. Bo'lmasa biz kechasidan qurolmay chiqamiz. Hozir hammasini aytib ber. Agar aytmayam ko'rchi, yaxshilab ol. Pichilama. Kechirib ketmaydimi? Yaxshi bo'ldi. Ana shunday. Sen bilan endi boshqacha gaplashamiz. Xo'sh, gapir. Ularni qayerdan olding? Nimaga kelding o'zi? Men hammasini aytib bo'ldim. Qo'yib oling meni. Avval nega kelganingni ayt. Tushunmadim. O'zi mendan nima istaysizlar? Buni biz sizdan so'rayapmiz. Nima kerak sizga? Hey. Agarda nafaqaga chiqish niyating bo'lsa, mana men senga yordam berishim mumkin. Nimaga? Nimaga? Sizlarga yordam berganim uchunmi? Hozir bo'shating bo'lim. Hayır. Menga sen bizga butunlay ishonishing mumkin. Ha? Sen bizga butunlay ishonishing mumkin? Sotma emas. Sotma emas. Sizlar o'g'irlangan-a, do'lim. O'g'irlagansan-a? Ha, o'g'irlabsan. Nima qildi? Ha, nima qildi? Buni hech qanday ajablanarli joyi yo'q. Yo'q, burada. O'g'irlar. O'g'riman, jinniman, kaftirman. Endi ko'ring joyga tushdimi? Shuni o'g'irlaganmiding? Hey! Nimaga bo'lmasa bir soatdan beri boshimizni og'rityapsan? O'zingni yaxshi odamlardan istasan, nima sen avlon qilib? Yo, bu senga yoqadimi, ha? Yoqadimi? Axir o'zingiz shuni xohladingiz-ku. Hattoki meni zo'rlab pulni o'g'irladim deyishgacha majbur qildilar. Shu insofdanmi? Nega endi asabiylashyapsiz? O'g'irlamagan. Pulni tutib. Boshqa narsa bor. Lekin nima? Bir daqiqa. Ko'raylik-chi. Kim ekan bu qushcha? Qo'lingizni oling. Shoshmaydi. Tarafdan. Nima qilyapsiz? Mana uni o'qib ko'r. Farishtani kimligini bilib olamiz hozir. Hosilov Dehqonboy. Familiyasi ham agronomlarniki-da. Menga qara, janob Dehqon. Shuncha ortiqcha pulni qayerdan olding? Ha? Aytmaysan. Yaxshi. Hozir biz seni kerakli joyga olib boramiz. O'zlari aytib olishadi. Balki sen o'zing o'sha yerdanmisan. Menga qara. Ya aytasanmi yo yo'qmi? Gapirasanmi? Bos. Hozir xatar bo'ladi. Qo'limi hozir yechib olasiz. Bo'lmasa sizlar bilan boshqa gaplashaman. Sen menga nega kelganingni aytaver. Sen kim uni yechib yuboraylik? Keyin nima bo'lsa bo'laversin. To'rt tomoni qibla ketaversin. Sen jinnimisan? Avval u menga nega kelganini aytadi. Hozir ham aytasan. O'zingni bos, keyin qo'yib yuboraylik. Qo'yib yubormaymiz. Qo'yib yuboramiz, tamom. Men senga aytaman, qo'yib yubormaymiz. Qo'yib yuboramiz. Senga qarab gapiraman.
tushundingmi? Qo'yib yuboramiz uni. O'zing bilmagan har narsaga burnish chiqaverma. Bo'ldi, o'zingga bo'ldi. Tushundingmi? Qo'yib yuboramiz. Mana aytgan bo'ladi. Tamom. Hozir biz seni kerakli joyga olib boramiz. O'zlari aytib olishadi. Balki sen o'zing o'sha yerdanmisan. Menga qara. Ya aytasanmi yo'qmi? Gapirasanmi? Bos. O'zing qaytarib bo'ladi. Qo'limi hozir yechib olasiz. Bo'lmasa sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Sen menga nega kelganingni aytaver. Sen kim uni yechib yuboraylik? Keyin nima bo'lsa bo'laversin. To'rt tomoni qibla ketaversin. Sen jinnimisan? Avval u menga nega kelganini aytadi. Hozir ham aytasan. O'zingni bos, keyin qo'yib yuboraylik. Qo'yib yubormaymiz. Qo'yib yuboramiz, tamom. Men senga aytaman, qo'yib yubormaymiz. Qo'yib yuboramiz. Senga qarab gapiraman. Qo'yib yuboramiz, tushundingmi? Qo'yib yuboramiz uni. O'zing bilmagan har narsaga burnish chiqaverma. Bo'ldi, o'zingga bo'ldi. Tushundingmi? Qo'yib yuboramiz. Mana aytgan bo'ladi, tamom. Qo'yib yubormaymiz. Hadi yur. Yur, qolib qol. Qo'yib yubor. Ben qo'yib yuboramiz. Qo'yib yuboramiz. Abla, eshak. O'sha bo'ladimi? Endi-chi? Iltimos meni Chindan. Uni nima qilamiz? Odamlarni chaqirish kerak. Odamlarning o'zlari hal qilsin. To'ppa-to'g'ri. Sen odamlarning o'ziga javob berasan. Tushundingmi? Menga qara. Avlo qolani ayt degin. Hop. Sen bor. Keling, qo'y, keling. O'zi ishlar. Sizlar ham bir minutcha. Keling, qo'y. Kel. Mana bu yerda o'tirib turing. Kelaveringlar sizlar. O'tiring, qo'y, o'tiring. Yuring. Keling. Janoblar, nima gap? Menga qara. Bor gapni o'zing tushuntirib bergin. Qisqasi, mana bu qarshingizda turgan inson yarim soatdan beri asablarimizni tamom qildi. Iltimos qisqaroq qiling. Qo'llarimni yechib yuboring. Rostdan ham. Nimaga uni qo'llar bo'ylaydi? Balki jinoyatchidir. Balki jinoyatchidan ham xavfliroqdir. Xullas gap mana bunaqa. Biz do'stim bilan hazırlaşıp odamlar 20 ming so'm berib turinglar-da baqirdik. Bizlarni eshitding, lekin hadli zo'r chiqdi. Iltimos. Davom eting siz. Xo'p. Yo'q, biz albatta hazırlaşdik. Bir pay mana bu o'rdak paydo bo'lib qoldi. Biz uni umuman tanimaymiz. Begona inson. Yo, tanimaymiz. Kim? Siz pul so'radingizmi deydi. Mana pul kerak bo'lsa oling. Ishlating deb 100 ming so'm tashladi. Pul kerak. Lekin buncha pul ketgandan keyin men albatta uni qaytarib olib keldim. Mana shu stol ustiga 100 ming so'm qo'yib ketdi. Shumi? Bo'lishi mumkin emas. Mumkin emas. Yo'q, mana shu stolga 100 ming so'm tashladi. To'g'rimi? O'zing gapir. O'zinglar o'ylab ko'ringlar, odamlar. Shunaqa bo'lishi ham mumkinmi? Yo'q, axir o'zlaringizni o'ylab ko'ringlar. 100 ming pulni chiroyli ko'zlarimiz uchun bermagandir. Albatta, bu kishi o'zlaricha donolik qilyaptilar. O'zim shunday beg'araz berdim deydi. Mana shuning uchun sizlar bilan biz bu yerda turibmiz.
Balki kayfi bordir. Onajon, kayfi yo'q-da. Ammo masala mana shunda. Kayfi yo'q. Buni balki biz tushunmayotgandirmiz, lekin shuni tushuntirib beringlar. Mana, janob sekretariy. Siz jiddiy insonsiz. O'zingiz bir gaplashib ko'ring. Shundan ularga tushuntirib qo'ying. Aytingchi janob, bu yigitlarning aytayotgan gaplari rostmi? Ha, shunday bo'ldi. Ana. Lekin 100 ming so'm-a? 100 ming. He. Qanday qilib? Tag'in beg'araz. Bu yerda bir gap bor, janoblar. Bu ikki yigitga 100 ming so'm berish sirli. Ha, hamma gap shundaki. Judayam sirli. Menga qarang. Nima sirli, ha? Bu oddiygina bir firibgar muttaham. Yo'lda deysan. Bu hali aniq emas-ku. Nimasi aniq emas? Buni faqat maqsad aniq emas. Bunaqa ishni faqatgina o'g'ri, firibgar, muttahamgina qilishi mumkin. Qisqasini aytganda, muttaham. Xola, siz qayerga ketyapsiz? Meni senga qo'ng'iroq qilish kerak. Yo'q. Menimcha shifokorga qo'ng'iroq qilish kerak. Siz sog' ekanligingizga imoningiz komilmi, janob? Men-ku sopa-sog'man. Lekin sizlarga nima bo'lgan odamlar? Nahotki tushunmayapsiz? Bir insonda bir tiyin ham yo'q. Ikkinchisi esa pulga muhtoj. Boshqasi esa uni yig'adi. Ikkinchisi birinchisiga yordam bermoqchi bo'lishadi. Buni nimasi g'ayri tabiiy? Bu juda oddiy-ku. Tushunarli. Bu yolg'onchi aferist. Menga qaranglar. Tushunmayapsizlar. Biz o'zimiz bilan o'zimiz ovoramiz. Lekin vaqt kelib afsuslanamiz, lekin kech bo'ladi. Qo'ying. Dam oling. Nega bularga o'g'rini birinchimas qo'yish? Baqir. Ko'rinib turibdiki, siz hech qachon hech kimga yordam bermagansiz. Hech bo'lmasa, bunday yordam bergan insonni tushunishga harakat qiling. Sizlar tushuninglar, odamlar. Bu yerdagilar siz o'ylaganchalik ahmoq emas. To'g'ri. Ikkinchi menimcha. Balki sizga mashhurlik kerakdir-a? Unda hammasi tushunarli. Yo'q. Ziyolilar madaniyatni rivojlantirish o'rniga mana bunaqangi aroq ichib olib, butun dunyoni lol qoldirmoqchi bo'ladilar. O'zi bu shaharda 3-4 kishidan bo'lak hech kim konsertlarga bormaydi. Biz ham boramiz. Men haqiqiy konsertlarni aytyapman. Teatrlarni gapirmasa ham bo'ladi. Sabab nima? Mana bunaqangi aroqbozlik. Yo'q janob. Men sizni bu mehribonchiligingizga umuman ishonmayman. Balki u shunday o'zi beg'araz yordam bermoqchi bo'lgandir. Bo'lmagan gaplarni gapirma. Sen menga baqiryapsan. Chunki sen o'zingni hayotga sug'urasan. Eshityapsizmi? Men sizga ishonaman. Shunday o'zingiz beg'araz yordam qilmoqchi bo'lganingizga ishonaman. Ammo bu dunyoda hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Yaxshi qiz, bu asoslangan narsa. O'zidan o'zi beg'araz hech narsa bo'lmaydi. Sizlar shunday deb o'ylaysizlarmi? Nima qanaqa o'ylash? Sizchi? Sizlar shunday deb o'ylaysizmi? Hali men qanday o'ylaganim hech narsani o'zgartirmagan. Ko'ngling bo'shligi bir kun boshingni yeydi. Aralashma. Demak, hamma qilingan narsalar o'zidan o'zi emas ekandir. Jonim bolam. Bu nimani ko'zlabgina yaxshilik qiladi odamlar bir-biriga. Mehr muhabbat ham shu, bolam. Sevgi ham bolam. Mana mashinasi bor er, mashinasi yo'q erdan ko'ra yaxshiroq-ku.
O'chiring ovozingizni. Nima yolg'on gapiryapmanmi? Bu yerda nima kerak o'zi? Men sen bilan gaplashmayapman. Bu bilan gaplashyapman. O'chir ovozingni, kampir. Nega menga baqirasan? Nega baqirayotganini aytaymi? Chunki mashina uniki emas, mashina meniki. Ey, senga qara agronom. Odamlarni xizmat qilyapsan. Mashinaning yaqin aloqasi bor. Uyalmaysan. Odamlar, bu yerda o'zi nimalar bo'lyapti? Hozir bir-birimizdan ajib tashlaymiz-ku. Hammasiga ayb bor. Hammasiga u sababchi. U provokator. O'ziga tuhmat qildi. Ko'nglimizga tupurdi. Bir yo'limiz kerak uni. Avval nega kelganini aytsin. Pullarni qayerdan olding? Nimaga berding? Gapir, o'zi nimaga kelding? Maqsadingizni ayting, janob. Gapirma deringlarni. Men sizlarga yordam bermoqchi edim, xolos. Yolg'on gapiryapsan, jinni. Esingizni yig'ing. Siz o'zingizni mabodo farishta deb o'ylamayapsizmi, janob? Rahmat. Bu menga bir umrga dars bo'ladigan bo'ldi. Qo'ysiz bunaqa gaplarni. Bu yerda sizga hech kim ishonmaydi. To'g'ri. Shundan. Odamlarga yaxshilik qil, ular sendan minnatdor bo'ladilar. Voy, menga qarang. Kimsiz? Kimsiz? 100 ming so'm pulni Mana oling deb berib yuboradigan Abramovich yoki Billadingiz. Men sizni kimligingizni aytaman. Siz o'g'risiz. Bo'lishi mumkin. Ha bo'lmasa, ayting kimsiz, qayerdan keldingiz? Nima? Farishtami? Afsuski farishtaga uning o'xshashlik joyi yo'q. Men aytaman uning kimligini. U firibgar. U muttaham. Mendan nima istaysizlar o'zi? Nima xohlaysizlar? Nima? So'ydim, o'g'irladim, o'ldirdim deyman. Voy, Bo'lishi mumkin. Menga qaranglar. Menimcha-chi, biz bir jinoyatni tagini ochayotganimizga ham iymonim komil. bo'lishi mumkin. Militsiya qo'ng'iroq qilish kerak. Yo'q. Kasalxonaga qo'ng'iroq qilish kerak. Bu kasallik. O'zini xaloskor deb o'ylayapti. Jinni. Alo, assalomu alaykum. Jinnixona telefon raqamini bera olmaysizmi? Rahmat. To'xtang. Yaxshi. Men hammasini tushuntirib beraman. Iltimos, qo'limni yechib oling. Avval gapir. Siz yutdingiz. Xohlaganingizni qilishingiz mumkin. Lekin men jinnixonada o'tirmoqchi emasman. Meni vaqtim ham yo'q. Men bu shaharga bir haftaga kelganman xolos. Bu shaharda meni onam yashaydi. To'g'rirog'i yashardi. O'zi yolg'iz yashardi. Men uni 6 yil ko'rmadim. Mana shu 6 yil ichida unga hech qanday yordam qila olmadim. Qo'limdan hech narsa kelmadi. Ishladim, pul topdim. Lekin onamga yubora olmadim. Va nihoyat
Bunga hech narsani keragi yo'q. Mana bu pullarni ham keragi yo'q. Men 3 kun oldin ko'rdim. Eshityapsizlarmi? 3 kun oldin ko'rdim. Keyin yo'limda uchragan birinchi muhtojga onam uchun ishlab topgan pullarimni berishga qaror qildim. Qolgan o'zingizga ayt. Umid qilamanki, sizlar endi hammasini tushundingiz. Nega shu gaplaringni oldinroq aytmading? Bunday voqeani aytib bo'yniga olishni kim ham xohlaydi? Biz yaxshi ish bo'lmadi-da. Kechiring janob. Agar ilojsiz bo'lsa. Rahmat sizga. Tabriklayman. Kerak aka. Biz ham boshqatdan. Bandalik. To'g'ri. Qani? Boshqa bo'laman. Video tasmalarga mana olinmoqda. Kirmadingizmi? Ha, video tasma. Kirdingizmi? Rolda. Gel, rahmat. Mat, tabriklaylar aytib Ha? Rejissor akamiz qani? Rejissor. Achkilarni olasiz. Jahon tabriklaymiz. Omad keyingi ishlaringga. Jahongir Mirzoga omadlar tilab qolamiz. Ha? Ye, aka. Bandalikda bandalik. Pulim barib qaytaradilar, gapni. Pulim qani? Haqiqiy pulimni beraman. Shoir akaga rekvizitni topshirib olishni. Rahmat. Rekvizitlarni Ko'rdim.